Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, chorva qo'y. Mana bunda o'sha Qirg'izistonning nasldor yirik suyak katta sifati zo'r sog'liq ishqozlari. Qadrli obunachilar, videoni boshidan like bosib, kanalda mehmonlar obuna bo'lib akalar. Xudo xolsa 5-10 minut vaqtingizni ayamasdan videoni oxirigacha ko'rib turing. Bugun katta partiya qo'yimiz akalar. Bo'lib partiya qilib akalar sizga chiroyli obzor qilib beramiz. Xudo xolsa akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida akalar. Xudo xolsa o'zimiz amakimiz Zafarjon akamiz xonadonlaridamiz. Zafar aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ular zo'rdan kelgan. Xudo xolsa yaxshilardan kelgan aka. Baquvvatlar. Jonivorlar o'zi yilini tashlab qolibdi anchasi. Aksariyat bo'g'oz. Emas, oyoq qo'li shararat. Suyagi katta-kattasini akalar, xudo xolsa. Polvon qo'ylar ekan Zafar aka. Bu yerda son nechta birinchi partiyaga? 12 dona. Nechta qo'y chiqadi o'pshaga bugun? Partiya qo'y chiqaramiz, 60 tacha. 60 ta atrofida. Xo'p, obunachilar videoni oxirigacha ko'rib turaveringlar. Videoni boshidan like deb bosib qo'yish esdan tushmasin. Bu son nechta 10 ta dedingizmi? Son 10 dona ekan qo'ylarni qaranglar. Xudo xolsa 85. bo'ylar 85 ga ketaveradi. Akalar 85 ga olaverasizlarni jonivorlar. Hammasi yirik qo'ydi qaranglar, sifatli jonivordi. Toza nasldor o'sha sorti bor qo'ylar ekan. Xudo xolsa hammasi bir joyda yurgan a? Hammasi bir joyda yurgan bo'g'oz. O'zi qulog'ida embilalar bilan akalar Qirg'izistonda qo'y ekan a? Qirg'izistonda qo'yi. 2 kun bo'ldi. Bo'g'oz. Yeb-ichlari yaxshi. Yeyishlari zo'r, zili yeyishlar. Suyagini ham qarab ko'rlar. Suyagi ham zo'r ekan. Badani ham yaxshi ekan, o'rta qo'y ekan a? Ay, jonivor mana. Qo'ydi qaranglar akalar. Qorinni qaranglar, jonivorlar. Ana akalar qulog'ida ikkitadan baldaqlari bilan akalar. Xo'sh, osalaring chiroyli daromad hisoblanadigan narsalar akalar. O 60-70 lik qo'ylardan foyda yo'q. Mo'nni olsangiz akalar, xo'sa narxini ham yengil qilib beraman deyaptilar. Chiroyli qilib akalar qo'y beringlar. Zafar aka, bu yoshlari qana akalar? Islomjon, qarang. Tishlar 5 tasilik 6 tadan tishi. 5 tasi 6 ta. Kattaroq. Bir marta qo'zisini olib, Hop. yemga so'rardigan variantda. Pulini ham shunga qarab yarasha qilib beramiz. Gap yo'q. Nech puldan qilib beramiz? 10 tasini bir joyga olishsa. Yo'lida qilib aytaymi? Bo'ladigan net qo'yavering, so'ramaymiz. 5,5 dan bo'lsa dastlabkasi o'zimga o'ynadim. 5,5 million so'mdan. 5,5. O'zi u 6 million, 6,5 sotilayotgan turgan qo'ylar. Qoralar ham masalan. Mana jonivorlarga, razrezda qarang, bundan. 5,5 dan. 5,5 dan optimga ketaveradi. Bitta olsa ham zo'rga so'ra. Bitta olsa ham, tanlab olsa ham ketaveradi 5,5 dan. Gap yo'q ekan, aloqa chiqaverasa 5,5 million so'mdan juda qulay narx bo'ldi obunachilar. Xudo xolsa olib chiroyli daromad hisoblanadigan narsalar. Xudo xolsa aloqa chiqaverasizlar akalar, biz keyingi partiyani yuritamiz. Lekin realniy narx arzon bo'ldi akalar. Aloqa chiqaveringlar, biz keyingi partiyani yuritamiz. Obunachilar ikkinchi partiyamizga mo'ndaqa lap yaqin bo'g'ozlardan ekan. Tishlari-chi? Tishlari ham zo'r. Tishlari ham to'ttida oxtaga o'tibdi akalar. Qorinni qaranglar, jonivordi. Bunaqasidan 12 dona. Bu ikkinchi partiyamiz 12 dona. Gap yo'q. Ekan qo'ylarni qaranglar, hammasi chiroyli, sifatli. Bir joyda yurgan qo'ylar ekan, o'sha chiroyli daromad hisoblanadigan jonivorlar. Hammasi bo'g'oza bular ama. Hammasi qochib qo'ygan. Oyoq qo'li uzun variantidan akalar ikkinchi partiyamizga. Ishlar yoshroq. Qo'ydi qaranglar akalar. Yaqin ekan. Ko'piniki akalar yelinlari osilib, yaqinlab qolib. Mana chekkada qo'yiladi ya. Jonivorlarni qaranglar. Gap yo'q. Jonivor qo'ydi qulog'ini qaranglar akalar. Video davomida shuni ham qulog'ini o'lchab ko'rsatamiz. Jonivor, oq oyoq. Mana qo'ylar old taraflari. Xudo xolsa shunday olib boqib akalar bir 3-4 yil yaxshi bolasini olsalaring bo'laveradi. O'zi bittadan tuqqanda puli chiqadi jonivorlar. Hammasi sifatli, sorti bor, rangli narsalar akalar. Akalar, bu jonivorlarning suyagini qaranglar. Zafar aka ozgina oriqroq ekan bular. Dalavaji. Ha, oyoq qo'li uzun, tishlari zo'r bular. Jonivorlar. Ola go'sh ekan akalar. Chiroyli narsalar ekan. Olib yaxshi chiroyli boqsalaring akalar. Yaxshi chiroyli beraveradi bularni ham, xudo xolsa. Xo'p, buni narxi nech bo'ldi? 12 tasi. Yeyishlari. Yeyishdan kamchilik yo'q ekan. Ha, yeyishlariga zo'r, yaxshi. Ha, qarang. Ana, janovorlar uzoqroqdan ko'rsataylik. Hammasi mana bir joyda yurgan qo'ylar.
İslamjon bunu ham. Nech puldan? Cho'zmaymiz, qarang. Chiroyli qilib aytavering narxini. 22 dan qilib beraman. 5,5 dan. 5 million 200 dan bir joyga olasiz ha? Ha, Toshkentgacha dastavkasi menga. Bo'ldi. Tanlab olsak Tanlab olsa 53 dan beraman. 5 million 300 dan tanlab olasiz bo'lsa, 5tagacha 53 dan qilib beraman. 5 tagacha 5 million 300 ming so'mdan akalar. Yarmini bo'lsangiz 5 million 300 dan ketaverar ekan. Optim bo'lsangiz akalar xudo xohlasa mana pul bo'lsa tashlab qo'ying. Tez kunda akalar pulingizga pul qo'shilib qo'yiladi soni 24 taga aylanadi. O'zi hammasi yaqinlab qoldi jonivorlar. Qorinni qaranglar. Mana.